Mana avkariya archamizga ham taglarini salgina butadik. Balandga o'sish uchun, chunki kuchi yetmay qoladi-da. Agar buni hadeb tagigacha ketsa, kuchi yetmay qoladi. Shuning uchun kuchi bo'linmasi uchun salgina taglarini butadim. Bu mana kaktus ham juda boshqacha o'sib ketyapti. Bu ham bir antiqa ekan. Gullar ham salgina stressga tushdi ichkarida. Yana o'z holiga qaytadi bular yana. Gullarga ham mehr bersangiz, ko'karib, chiroyli bo'lib yashnaydi. Xuddi odamga o'xshaydi bular ham masalan. Bolangizga mehr bersangiz, mehr qaytadi. Qahr bersa, qahr qaytadi. Insonning bosh miyasida mehrga, qahrga, hamma narsaga fayllar bor. Ana shu fayllarni mehr bilan to'ldirsa, shu mehrni qaytaradi bolaning o'zi. Agar qahr beradigan bo'lsa, bolani ko'p so'kib, urib, haqoratlab beradigan bo'lsa, qachonlardir shu bola otaga, onaga qo'l ko'tarish ehtimoli bor. Chunki nima eksang shuni olasan deydi, nimani bersang shuni olasan. Shuning uchun gullarga ham xuddi shunday mehr berib, ular bilan gaplashib, e'tibor bersangiz, bular ham chiroyli bo'lib gullab yashnaydi. Hamma narsa mehrda. Inson o'zi qadr qimmati uchun yashaydi hayotda. Mehr istab yashaydi. Jonzotning hammasiga mehr kerak o'zi. Ko'chatga ham shu mehr bersangiz, chiroyli daraxtga aylanadi. O'z vaqtida suvini bersangiz, oziqasini bersangiz, qaramasangiz ko'chat ham quriydi. Hamma narsa shunga bog'liqda.